yaxshi kunlar bo'lsin, zamonimiz tinch bo'lsin. Yoshlarimiz doimo o'ynab, kulib, unib, o'sib, elni xizmatida bo'lib yuraversin. Mana bu yil 20 yillik yubileyinglar ekan, hammanglar tinch bo'linglar, bayraminglar qutlug' bo'lsin. Bizni e'zozlar, hurmat qilib chaqirganinglar uchun Alloh rozi bo'lsin. Hammaga qo'shganinglar bilan qo'sha qarag'lar bo'lsalar, huzurini ko'rgilar. Doimo mana shunaqa yaxshilik kunlaringizda bizni ham mana shu chaqirib, mana shunday bekamni ko'z bo'lib o'ynab kulib yurishlikka Allohim nasib qilsin. Elda aziz bo'lib yurgilar. Doimo olganinglar oltin duo bo'lsin. Boshinglar omon bo'lsin, oltin boshinglar omon bo'lsin. Sizlarning vaqtinglarga zamonimiz tinch bo'lsin. Ota-onanglar tinch bo'lsin, bola-chaqanglar tinch bo'lsin. Qo'shgan yoringlar, o'g'il yigitlar, ayolinglar, qizlaringiz, kuyovinglar hammasi sog' salomat bo'lib, doimo bir-biringizni e'zozlab, elda aziz qilib yuradigan juft halol bo'lib yetishsin. Mana shu yerda turgan hamma ustozlar bugun sizlarga yaxshi niyatlar uchun keldik. Zamonimiz tinch bo'lsin yana. Nigar aşında. Nigar güzel Nigar. Ha? Oğle devam et. Assalomu alaykum ustozlar, o'quvchilar. Bugun bir mana yoshlikni eslab 20 yillik albatta bitiruv kechasini nishonlayapsizlar ekan. Umringlar ziyoda bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Yaxshilik kunlarda bir-biringiz bilan shunaqa diydorlashib yuringlar. Bugun yoshimiz ulg'ayib qoldi deb haligi o'zingizlarda yosh kattalardek his qilmanglar. Hali ulg'aymagansizlar, 18 yosh, 20 yoshda ko'rinyapsizlar har biringlar. Juda ham yosh ko'rinar ekansizlar. Albatta 20 yil bo'lgan bo'lsa ham o'sha sinfdoshlar bir-biri uchun go'zal, bir-biri uchun yosh maktab davrlarini eslab,
bugun haqiqatan o'quvchi bolalardek his qilib yayrab yashnab mazza qilib o'tiringlar. Ustozlarga ham rahmat, shunchalik takliflarga binoan tashrif buyuribsizlar. Alloh rozi bo'lsin, umringlar ziyoda bo'lsin va bundan keyin ham yanada chiroyli, yanada aqlli, o'qimishli o'quvchilarni yetkazib, yurtimizga foydasi tegadigan insonlar qilib albatta tarbiyalab berasizlar degan umidamiz. Yana bir bor xush kelibsizlar sinfdoshlar. Bir yoshlikni eslab chiroyli qo'shiqlarni ijro etamiz. Yana bir bor sizlarga yaxshi kayfiyatni, yoqimli ishtahalarni tilaymiz va bugungi bazmimizni chiroyli qo'shiqlar bilan boshlab olamiz. Xush kelibsizlar yana bir bor. 20 yilliklar muborak bo'lsin. 100 yillikda ham bir-biringiz bilan diydorlashib yurish Alloh nasib etsin. Sizlar uchun dilga yaqin chiroyli qo'shiqlarni ijro etib beradilar. Yana bir bor xush kelibsizlar. Ana Boburjon aka.
qizlar qo'yganlar ham kelib qolar a xudo xohlasa. Shunaqa yig'ilib yurishlar barchaga nasib bo'lsin. Biz havas qilyapmiz, to'g'risi men havas qildim. Bizni sinfdoshlar ancha bunchaga yig'ila olmaydi. 23 yil bo'ptiki mana bitirganimizga. Yo'q hali birortasini ko'rganimiz yo'q. Faqat yaqin qizlarni ko'rib turamiz. Lekin havas qildim, oqibatinglarga ko'z tegmasin. Chiroyli taronalarni ijro etamiz albatta. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Qani kayfiyat ko'taruvchi qo'shiqlarimiz bor. You're
kelibsizlar, xush kelibsizlar, qolganlar. Shunaqa davringlar kengayib boraversin. Ilohim borgan sari. Davramiz markaziga ustozlarimiz tashrif buyurgan, albatta domlalarimizdan kelganmi, domlalarimiz ham? Xo'p, demak. Xo'p, Otabek domlamiz tashrif buyuribdi. Habib domla kelganmi? Habib domlani to'liq ismini bila olmadim. Hamma Habib domla der ekan. Davramiz markaziga Otabek domla hamda Habib domlamizni taklif qilamiz. Kela qolinglar, tilidan tushmas yallolari, ustozlarni a'lolari, oq ko'ylagi keng kelgan, mana degan ustozlarga teng kelgan ustozlarimiz omon bo'lsinlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar yana bir bor. 20 yil oldin o'qigan ekansizlar-da bularni. Hali ham o'shami o'zgarmaganmi? Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, o'quvchilar. Endi o'quvchi desam, yo'q, katta kishilar bo'lib qoldik. Hammalarni mana bugun bayramda endi o'qituvchilar bayram tabriklaymiz. Barchalariga sog'lik, omonlik, bola chaqalarni orzu havasini ko'rish nasib etsin. Barilar tinch bo'linglar, uyda ham tozalar bilan. Rahmat chaqirganlar uchun. 20 yil bo'libdi. Qizlar o'zgaribdi, bolalar asha-asha. Hazil akam. Qizlar yanada go'zal bo'libdi. Go'zallashib, to'lishib, arvoq bo'lib, yugur desa yugurmay yurardi. Erlar yaxshi boqyapti ekanda. Baxtli bo'linglar. Tinch bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, o'quvchilar. Bugun mana 20 yillik yubiley ekan. Hammanglarni 20 yillik yubiley bilan tabriklayman. Ilohim qo'shqo'ylar bilan, bola chaqalar bilan salomat bo'linglar. 40 yillik, 50 yillik yubileylar qilib yuraverish nasib etsin.
Hammalarni ishlaringlarga omad, rivoj tilayman. Baxtli bo'linglar. O'g'illarlar, qizlarlar ko'p bo'lsin, nevara-chevaralar ko'p bo'lsin. Salomat bo'linglar. Qarsaklar bo'lsin, rahmat. Chiroyli sovg'alarni qabul qilib olasizlar endi. Avvalambor assalomu alaykum. Shu yerda yig'ilgan ustozlar, sinfdoshlar, hammaga shu barcha kelgan ustozlarga, sinfdoshlarga ming-mingdan rahmat. To'g'risi odamni to'plash qiyin ekan, misollar. Ayniqsa ustozlarni ham kimisi keladi, kimisi kelmaydi degan juda ko'p xayol o'tdi. Ayniqsa sinfdosh qizlarni, domlalarni. Biz endi qisqaroq gapirayman, mana shu Habidomlarimiz, ne только mana shu bizni mahallanimiz, bizni maktabda eng obro'li, eng ishlangan domlalarimizdan, shu domlalarga ming-mingdan rahmat. Bunday shu domlalarni havas qilib biz katta bo'ldik. Maktabimizda nechta futbol bo'ldi, boshqa narsa bo'ldi. Shu doim shu Habidomlar bizni eng ishlangan domlalarimiz. O'rin qanaqa bo'lishi kerak, o'g'il bola qanaqa bo'lishi kerak, erkak kishi qanaqa bo'lishi kerak. Mana shu Habidomlardan o'rnak olganmiz. Shuning uchun Habidomlar ming-mingdan rahmat sizga. Abdullayjonlar sizga. Savol chiqishni biladi, gapirishni bilmas ekanda. Xo'p, bo'lmasam davrani kengroq olamiz. Bahor yayrasin. Qarsaklarni chalamiz, domlalarimiz davralarda o'ynasin. Domlajonlarimiz sog' bo'lsin, domlalarimiz sog' bo'lsin. O'zgo'da ko'rib yarasi, darsim qaynamasi.
kalan çok salam bilirsen Neylesin Allah bana izimden Süydüm seni yurdan Yarım yurdan gündüz kalma Sende kalan çok salam bilirsen Neylesin Allah bana izimden Süydüm seni yurdan Ayımda varım kaynadım Gözümde bakalım kaynadım Yeni sana doğru ağladım Ağladım Hey ayımda varım kaynadım Gözümde bakalım kaynadım Yeni sana doğru ağladım Hoş gelişin yok.
kulib yuringlar. Demak, hozir yana davramiz markaziga ustozlarimiz tashrif buyurgan ekan. Albatta, birinchi maktabga ota-onasi yetalab kelganda ustozlarga topshirgan ekanlar, o'qitib, o'rgatib, o'qishni, yozishni o'rgatasiz deb boshlang'ich sinf o'qituvchilarimiz ham tashrif buyuribdi. Albatta, hozir yuqori sinf o'qituvchilaridan ham boshlang'ich sinfni o'qituvchilarga juda ham qiyin. Chunki oson emas. O'zi bitta bolaga biz uyda vazifa qildirishda qanchalik asabiylashib ketamiz. Asablarimiz buziladi. Voy, 30 ta, 40 ta o'quvchilarga o'qishni, yozishni o'zi bo'ladimi? Sabr bilan mana shunday o'quvchilarni mana o'rgatib, o'qishni, yozishni albatta tayyorlab, yangi hayotlarga chiroyli qilib yuqori sinflarga topshirib qo'ygan ustozlarimiz tashrif buyurgan. Davramiz markaziga Manzuraxon opamiz kelganmilar ustozlardan? Manzura Asilova kelmadimi? Abdullayeva Jumagul opamiz-chi? Jumagul opamiz ham kelmadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'ladi, adashmasam. Keyin Zulunov Karimatxon opamiz bor, yuqori sinf o'qituvchisi. Qaysi o'qituvchilar tashrif bergan? Bir ro'yxatdagilar kelmabdi-ku. O'zingiz keling, ustoz. Lekin u ustozlarni ham taklif qilganmiz. 27-maktabning ustozlariga 5 ketaman. O'zim ko'p shu tomonlarda to'ylarda bo'laman. Bobur akani olib kelmabsizlarda. Paralab qilib tashlab keldinglarmi? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, ustoz. Kimni she'ri qilib chaqirib bering yoningizga? Nigor opamiz. Birinchi sinfdan shu bolalarni o'qitgan o'zlari. Voy, malades. Juda ham yaxshi o'quvchilar bo'lgan ekan, chunki juda ham yosh ko'rinyapsizlarda. Ha, nomi chiqdi-da yuqori sinf. Mayli. Hammasi birdek ustoz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar, kasbdoshlar, hurmatli mana shu joyga yig'ilgan 88-yilgi o'g'il qizlarim, hammalar mana bugun 20 yillik bayram kechasiga bizni taklif etibsizlar. Nihoyatda biz xursandmiz. Hammalarda tan joninglar sog' bo'lsin, oilalar bilan tinch bo'linglar, o'g'il qizlaringlar ko'p bo'lsin. Mana shu sizlarni men 1-sinfga olganimda qanday bola bo'lib kelgan bo'lsangiz, menga ham hozir xuddi shundaysiz. Lekin katta bo'lganingiz menga bilingan yo'q. Men umuman sezganim ham yo'q. Juda qizlarimiz ham chiroyli bo'lib, bolalarimiz mendan-da yuqori bo'lib ketdi, bo'ylari o'sib, Xudoyim bularni ko'z tegmasin. Allohim hammanglarni Alloh panohida saqlasin. Tan joninglar sog' bo'lsin. Safarga borib ishlayotgan bo'lsanglar, safaringlar bexatar bo'lsin. Cho'ntaginglarga doim daromad bo'lsin. Qizlarim, qo'shganinglar bilan qo'shaqaringlar sizlar ham tan joninglar sog' bo'lsin. Hammanglarni o'g'il qizlaringlar o'zinglarga o'xshagan eslik, aqlli, iymonli, insofli qizlar, o'g'illar bo'lib yetsin. Sizlarga ota-onanglar tanjanlari sog' bo'lsin, sizlarni yaxshilik kuninglarni baravarda ko'rsin. Mana men ham rasa suyulib o'tiribman, hozir o'zimga sig'mayapman-da endi. Mana bolalarim o'zimdan ham katta bo'lib ketgan, qizlarim o'zimdan katta bo'lib ketgan. Men bularni faqat bolaligini eslayman. Ana shu bolaligini eslayman xolos, lekin hozir katta bo'lgani bilan bularni bolaligi meni ko'z oldimda turibdi. Hammanglarga rahmat, tan joninglar sog' bo'lsin. Kelgan ustozlar sog' salomat bo'linglar. Xatolarimizdan xato bo'lmaylik. Bugungi bayram hammanglarga muborak bo'lsin. Mana shu yana bitiruv kechalariga birgalikda kelishlikka Alloh nasib qilsin hammamizga. Hammanglar sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Aziz ustozlar, faxriy ustozlar, o'quvchilarimiz, mana bugungi 20 yillik to'ylar desak ham bo'ladi, yubileylar qutlug' bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Doim shunaqa omadli
yigit qizlar bo'lib yuringlar. Bizni shunaqa hurmat qilib chaqirishlar. Allohim sizlarga ham nima qilsin. Allohim doimo mana shu 80 har bir yilda o'ziga yarasha xarakteri borda, masalan 88-yil o'quvchilarimga kirganimda men kayfiyatim ko'tarilib ketadi. Hammasi shoddob, kirib nurlarni ko'raman, hududni ko'rardim, dilyorni ko'rardim. Ana o'pishim shunaqa hammasidan charchab kelganimda bu sinfga kirganda haligilar ham men baror gaplashib o'tirishadi, do'stona edilar bilan. 87larga kelsam jiddiyroq, men ham jiddiy bo'ldim haligilarga qarab turib. Doim hayotda shunaqa omadli, chiroyli bo'lib yuraverganlar, tadbirkor o'quvchilarim bo'libdi. Davlatbeklar nima kelganlar rahmat, kelmaganlar ham omadli bo'lsin. Keyingi 30 yillik, 40 yillik, 50 yil yubileylarda ularga ham nasib qilsin Allohim. Uzoqroq kelmaganlar ham o'z ishlarini g'imbalab turibdi albatta. Kelgisi kelyapti, biron bir sabab borda hozir. Rahmat, omadlilar bo'lib, o'zingizlar bola chaqanglar orzu havasini ko'ringlar doimo. Omadlilar beraversin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi bayraminglar davom etaversin. Assalomu alaykum aziz ustozlar, o'quvchilarimiz. Avvalambor mana shu koshonaga xush kelibsizlar. Mana shuni bugun yig'ib qo'yibsizlar. Allohimga behad xursandmiz. Alloh rozi bo'lsin. Tanajoninglar sog' bo'lsin, umringlar uzun, rizqinglar ulug' bo'lsin. Hamisha kelgan omadni qo'ldan chiqarmasdan mahkam ishlang. Qizlar baxtingizga ko'z tegmasin. Kelgan baxtinglar sizlar ham mahkam ishlab qurboni bo'linglar. Men shu 20 yil bo'lgan bo'lsa, meni birinchi qaldirg'ochlarim sizlar. Nima desam kim endi? Mana Omonva ham kelib qopti. Yaxshi. Bitta she'r bilan nima qilib qo'ysam, izohlab qo'ysam. O'quvchilarim, kamolingdan aylanay, xoh sho'x, xoh yuvoshing, yomoningdan aylanay. Bu kun seni avaylab katta yo'lga solamiz, izlaringga termilib, baxting tilab qolamiz. Hammanglar baxtli bo'linglar. Rahmat. Ustoz, rahmat sizga ham. Ayniqsa ustozimiz dars beradi shekilliga. Nigar opa, har bitta o'quvchini ismini eslab qo'yganiga rahmat. Chunki haligi 1-sinfdan 4-sinfgacha u boshqa. 5-sinfdan 11-sinfgacha eslab qolish u boshqa. Lekin har bir sinfga kirib dars berib, har bitta o'quvchini eslab qolish bu boshqa. Demak, 88lar o'zgacha bo'lgan ekansizlar-da, yoshlik davrda ham. Ehtiyot bo'lamiz. Qo'shimcha gaplar bor ekan ustozimizning. Hozir shularni farzandlarini o'qityapman-da. Shu farzandlarda shularni xarakterini ko'ryapman. Lochinda o'g'lida Lochinda, Yoqtoyda o'zini omadlilarni bersin hammanglarni, bolalarni rohatini ko'ringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga ham, ustozlarga atalgan sovg'alarni qabul qilasizlar endi. Mana endi hali fursatdan foydalanib qolaylik. Mana shu ustozlardan yoki xafa qilgan bo'lsak yoki ranjitgan bo'lsak, bizdan rozi bo'lasizlar. Sizlardan ilm olganingizga biz ming rozimiz. Sizlarga kattakon rahmat. Agar xafa qilgan bo'lsa yoki asabiylarni o'zi bir hali bo'lgan bo'lsa, yoshlik qilgan bo'lsak, sizlardan ming bor uzr so'raymiz. Sizlarga kelganingizga ham ming marta rahmat. Shunchalik
baraka, tan joyinglar sog' bo'lsin. Endi yoshlikda birinchi sinfda bilasizlar juda qiyin edi. Bolalarim sizlarda men ham so'kkanman, urishganman. Ha, urganman ham kerak bo'lsa sizlarda shu bir inson bo'lsin, yaxshi odam bo'lsin deb shunchalik harakat qildik. Xudoga shukr. Hammanglar mana juda chiroyli bo'ylaringlarga ko'z tegmasin Allohim. Doim sog' salomat ko'rishganinglarga qo'shaqalar. Sog' salomat bo'lib, men ham sizlarni urgan bo'lsam, so'kkan bo'lsam, meni ham kechirginglar bolalarim, kechirginglar. Ustoz kechirim so'ramaydi. Urib so'kkaningiz uchun shunchalik shu darajada turibdi-da. Yana bir ustozimiz keldi. O'zi Nurbek maktabda ham boshlovchi bo'lgan shekilli, tashkillashtiruvchi bo'lgan shekilli. Hozir ham shu ahvol mana Nurbekchi. Karamatxon ustozimiz keldilar. Chiroyli tabrikini olamiz. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Qadaringizga xizmatlar yog'ilsin. Sumkalarni shunday qo'yib turamiz. Olib turamiz. Yerga solib qolmasin, ha? Gapirib berasiz. 20 yillikka mana tashrif buyuribsiz. Umringlar uzoq bo'lsin. Hamma farzandlar mana albatta o'quvchilar farzandlardek bo'ladi. Shuning uchun boya aytdim-da, ustoz, uzr so'ramang, kechirim so'ramang deb. Shunchalik urib so'kkansiz uchun shu darajada bo'ldi-da, to'g'rimi ustoz? Bitta tabriklab qo'yamiz, ha? Ustozlar ketmay turinglar. Klara opa, Maryam opa, sizlarni ham chiroyli tabriklab oling. Hamma ustozimizni chaqiring. Bir yo'la tabriklab olib ketamiz. Keling endi, qaytinglar endi bir yo'la. Ras sahnaga chiqdimi? Ha? Ustozlar bir yo'la chiroyli tabriklarni olamiz. Assalomu alaykum aziz ustozlar, birga ishlagan ustozlarim, mehribon o'quvchilarim, o'g'il qizlarim. Men bugun juda ham katta hayajondaman. O'zim bugun chiqmasligim kerak edi, dam olayotgandim. Sizlarni shunaqa sog'inibmanki, darrov ko'zligimni to'g'ri aşağıdan kelyapman. Meni hayolimda, qalbimda, tasavvurimda sizlar haliyam shu partada, maktabdagi qizaloq, yigitlar, shunday tasavvurimda qolgansizlar. Hammanglarni juda ham yaxshi ko'raman. Mana endi qarasamki, hammanglar hayotda o'z o'rnini topgan baxtli otalar, baxtli onalar bo'lsizlar. Allohim hamisha mana shunday yuringlar. Mana shu bugun hammanglar birga to'planib, sizlar meni tilagim, mana shu hayotda hammanglar o'z o'rningizni topib, qo'shganinglar bilan qo'sha qarib, kelajakda solih va soliha, qori va qoriya farzandlarni yetkazib, ularning kamolini umr yo'ldoshingiz bilan teng ko'rishinglarni Allohdan tilab qolaman. Mana shu yerdagi turgan ustozlarim hammalarini tani jonlari sog' bo'lsin. Bunaqa bitiruvchi
uchrashuvlarda juda ko'plarni ko'rishni Alloh bizga nasib. Shunaqa bolalarimizni, qizlarimizni yaxshi kunlarida, yonlarida duolarni qilib turishni Alloh o'zi nasib va ro'z aylasin. Dars bergan ustozlarga navbatni beramiz. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar. Assalomu alaykum aya. Xush kelibsiz. Hurmatli o'quvchilar, ana bugun 20 yillik bitiruv yubileylar bo'layotgan tabriklayman. Sizlarga sihat salomatlik, oilaviy baxt, o'g'il qizlaringizni doimo yaxshi kunini ko'rishlikni nasib qilsin Allohim. Qarab tursam, shu 10-sinf, 9-sinfda partada o'tirgan yigitlar, shu qizlar sho'xliklaringlar ham o'zingizlarga yarashyapti. O'rtaga chiqib gapirishlari ham yarashyapti. Xuddi shunday. Karamat opa, sizning sinfingiz har doim o'zingizga o'xshab, chestni, haqiqat. Bitta bahoni kam ko'p qo'ysam, nimaga deydi. Xuddi o'zingiz. Jumagul sizning sinfingiz juda og'ir bosqi derdim. Hozir ham xuddi shundaysizlar. Qarab tursam, o'sha sizlar kelin olib qiz chiqaradigan davrga yetibsizlar. Allohga shukr. Nevara ko'ringlar, sevara ko'ringlar. Ana shunday xuddi shu meni o'yimdagiday shunday qilinglar. Hammanglarga sihat salomatlik, oilaviy baxt, hozir ustozlar aytayotgan barcha yaxshi tilaklar hamrohinglar bo'lsin. Hurmatli ustozlar, sizlarga ham sog'lik, salomatlik, oilaviy baxt tilayman. Doimo mana shunaqa yaxshi kunlarda uchrashib yuraveraylik. Nurbek, mana shu bolalar, yigitlar, rahmat sizlarga. Hali shu yerda bitta qishloqda turib bir-birimizni ko'ra olmaymiz. Sababi sizlarga o'xshagan farzandlarimiz, mana farzandlari bor, ularga hozir niyangamiz, tarbiyachimiz, o'qituvchimiz. Oxirida borib turib ba'zi kunlari qovura bo'lamiz. Shuning uchun bir-birimizni ko'ra olmay qolamiz. Sizlarda bahonanglar bilan bir-birimizni ko'rib, mana ayami bugun namada dam olishda ekan, deb ko'ra olmas ekanmiz deb o'ylanib tursak, yaxshi kelib qoldingiz. Rahmat ustoz, boringizga shukr. Hammanglar tinch bo'linglar. Yana bir bayraminglar bilan. Haligi aytganday 50, 60, 100 yillik yubileylar deb qilinglar. Unda ham biz kelib turaylik mana shu yerda. Rahmat ustoz, rahmat. Murillar uzoq bo'lsin sizlarga ham. Assalomu alaykum o'quvchilar, qandaysizlar? Hammanglar tinchsizlar va mana shunday bizni e'zozlab, hurmat qilib chaqirganinglar uchun katta rahmat. Hammanglar oilangiz bilan tinch bo'linglar, qo'shganlaringiz bilan qo'sha qaranglar. Juda ham chiroyli, ana yuz ko'zinglardan ko'rinib turadiki, hayotinglar chiroyli. Hayotinglar chiroyli bo'lsa, shunday tadbirlarga vaqt ajratalasizlar. Mana shunday o'zingizlarda ham qadringlarga yetib, do'stlaringlar bilan didorlashib yurishlik doimo nasib qilsin. Bizni ustozlarni hurmat qilsizlar, sizlarga ham kelajakda bolalaringlar, o'quvchilaringlar hurmat qilsin. Hammanglarga sog'lik, salomatlik tilayman. Kollektivimiz ham sog' bo'lsin. Rahim aytganday, juda ham xursand bo'ldik. Ayniqsa Otabek, Habibulla, Abdumanapni ham kutgandek kelib qoldi, Oybek domlarni kutgandek. Hammanglarga rahmat, bizni esdan chiqarib chaqirganinglar uchun. Ko'chada salom bersanglar ham juda boshimiz ko'kka yetadi. Agar mashinanglar to'xtab qolsa, uchib ketadi osmonga qarab. Rahmat, hammanglarga shu darajaga yetibsizlar. Malades bolalar. Assalomu alaykum aziz ustozlar, aziz o'quvchilar. Bugungi baxtiyor 20 yillik yubiley didor kuninglar bilan tabriklayman. Biz shu yerda shu kunlaringizga guvoh bo'lib turgandan baxtiyormiz. Mana o'rtoqlarim, tuganlarim aytganday, mana shunday quvonchli, baxtiyor chehralarni ko'rib 100 yoshga yoshardik desaga bo'ladi. 18 yosh bo'lib qoldik-da sizlarni ko'rib. Hamisha hayotda omadli bo'linglar. Mana safarda yurgan bolalarimiz, qizlarimiz bor ekan, ularga ham omadini bersin. Alloh o'z panohida asrasin, ikki dunyo saodatini bersin. Bolalarini, farzandlarini baxt kamolini ko'rsin. Hamisha baxtli, saodatli bo'linglar. Umringlar uzoq bo'lsin. Ustozlar boringlar. Shef aytib bo'lmasam bo'lmaydi. Ayolga baxt bering, saodat bering. Demang u yuribdi, kulib, jilmayib, ayol kulib turib o'lishi mumkin.
dunyoni olishi mumkin jilmayib. Haqiqatan har yili ko'rish nasib bo'lsa, 10 yilcha uzoq ketadi. To'g'rimi ustozlar? Umringiz ziyoda bo'lsin, chiroyli sovg'alarni qabul qilib olasizlar. O'quvchilar, ya'ni farzandlaringlar nomida. Ustozlar, mana sizlar bergan tarbiya bilan hamma bolalar, qizlar oilasi bilan chiroyli, baxtli bo'lib bir ko'rsa bir havas qiladigan sinfdosh qizlarimiz bor. Qayerga borsak maqtanamiz. Sinfdosh qizlar ayniqsa ko'pi bizda mahallaga tushganligi uchun hech hali orqasidan bir yomon gap eshitganimiz yo'q. Shu hammasi shu sizlarning mehnatinglar, sizlarga bergan tarbiyanglar, sizlarga ming rahmat. Keyin menda 2-3 ta bola bor, Mahmad Karim, Dilshod. 3 ta bola kelsa ham, 4 ta bola kelsa ham qilamiz. Agar sinfdosh qizlar kelsa, ustozlarni o'zi ham chaqirib qilamiz. Mana shu bolalar qattiq turib, bolalarni to'pladi. Shularga ham ming rahmat. Qolgan bolalar ham har qalay befarq bo'ladi. Keyin safarda yurgan kelmay qolgan bolalar ham sababli, ularga ham katta rahmat. Moddiy yordam qilib qilishdan birinchi o'rinda sizlarga rahmat. Birinchi kelib shunchalik 20 yil aytishga oson, lekin mana o'tib ketibdi. Misol sinfdosh qizlarni qarasak, Xudoga shukr, bir orqasidan yomon gap eshitganda hammasi bir ko'rsak, biz sinfdoshimizda bizlarni qiladi deb xursand bo'lamiz-da. Shunga shu sizlarni tarbiyaga bilan bizni mahallani qizlari ko'p, o'zi mahallaga kelib bo'lgan. Ming rahmat sizlarga. Hammasi oilasi bilan, bolalari bilan juda yaxshi yashaydi. Zo'r desa ham bo'laveradi. Hammasi shu sizlarning mehnatinglar. Sizlarga ming rahmat. Rahmat Nurbek, qizlarga ham rahmat. Bishkekdan yetib keldi. Birinchilardan bo'lib. Ilohim umringiz uzun bo'lsin. Chiroyli taronalarni ijro etsak, ustozlar nima deysizlar?
chiroyli tabrigini olmoqchi edik. Hozir lekin shiringina ovqatlarimiz, taomlarimiz albatta tortilyapti ekan. Albatta taomlanib bo'lgandan keyin yana chiroyli tabriklarga yigit qizlarimizga navbatni beramiz, o'yin kulgilarga navbatni beramiz. Barchangizga yoqimli shahar, yosh kayfiyatlarni tilaymiz. Doimo mana shunaqa birgalikda yig'ilib yurishni Allohim doim nasib etsin. o'zi nasib etadi deydi shunga bor. Rahmat. Nurlanbek albatta o'zi o'qib bergani jur'at etolmadi. Do'stini juda ham yaxshi ko'rar ekan. Ushbu she'rni o'qib bering opa deb iltimos qildi. Albatta qo'ldan kelgancha jassizchalik o'qiy olmasak ham, lekin harakat qilamiz chiroyli she'rlarni o'qib berishga. O'tganlarimizni joylari jannatdan bo'lsin. Dilyorbek ukamizni umrlarini farzandlariga bersin Ilohim. Ota-onasiga bersin, yaqinlariga bersin. Balki hozir jannatlarda shu yig'ilishlarni ko'rib turgandir. Sizlarni duo qilib turgandir. Yaqinlarni, sinfdoshlarini, farzandlarini tashlab ketgan. Hammani ko'zlarini yoshlab ketgan. Dilyorbek joylari jannatdan bo'lsin. Dilimda qoldi alamim mani. Do'stimga aylandi qalamim mani. Yodga oldim men bugun do'stlar.
ortda qolgan bolaligimni. Ul beg'ubor sho'x shodon o'tgan qaytib kelmas podshohligimni. Katta kichik yosh tanlamagan do'sti yoru birodarlarni yodga olgim keldi men bugun bolaligim o'tgan onlarni. Do'stlarim ko'p, biri aka va uka, hammalari mehribon, qadrdon juda. Shu qadrdonlarim ichida tanho bor edi ko'nglimga yaqin ammo. Qadrdonlarim tinglasagar menim kechirarmidik nelarni bu boshdan. Do'stim bilan o'tgan umrimni so'zlagim keldi men bugun rostdan. Dilyor deb ismingni kim qo'ygan edi? Diling yorishib yursin deganmidi? Senga uzoq umr, sog'lik tilagan ota-yu onang yo ukaymidi? Ha do'stim, bu yorug' dunyoda olg'a intilib yashading faqat. Ketganingga qoldim ishonmay, rost bo'ldi bu ketganing nahot. Dilyor bo'lib dunyoga kelding, shamol kabi yugurib yelding. Kimlardan o'zding-u, kimlardan qolding? Nurlar do'stingdan firoqqa solding. Ortda qolgan bo'zlab qoldi ota-yu onang. Ko'zlarida yosh, mehribon akang. Ortingda izlayapti ochilbek bolang. Bo'zlab yig'layapti amma-yu xolang. Bilmam bir kunda undan ayrilib qoldimmi chindan. Eyvoh, bu ne ko'rgilik. Do'stim tashlab ketdi to'satdan. Nomardlar bor edi o'ngu so'lingda. Ajaling yetdimi nohaqlar qo'lida. Men bugun ont ichib so'z beray senga. O'ch olib boraman qiyomat kunga. Dilyor do'stim boqiy dunyoda. Diling yorug' bo'lib yurgin ilohim. Diling ravshan shod bo'lsin bu yoqda. Rahmatiga olsin seni Xudoyim. Jannatlarda yurgin ilohim. Dilimda qoldi alamim mana, do'stimga aylandi qalamim mana. Dilyorbek, choylaringiz jannatdan bo'lsin. Hamma insonlarning umrlari uzoq bo'lsin. Shunaqa sho'x shodon ko'rishib, bir-biringiz bilan diydorlashib yurish Allohim nasib etsin. Ustozlarimizni ham umrlari uzoq bo'lib, yaxshilik kunlarda bir-biringiz bilan diydorlashib yuringlar. Albatta, demak bugungi basmimizni kelgan joydan chiroyli davom ettiramiz. Hurmat va ehtirom ila albatta davramiz markaziga Dilnozaxon bilan Nurbekni taklif qilsaga chiroyli tabriklarni yo'llab, bazmini birgalikda davom ettirsak. Dilnozaxon bormi oramizda? Keling Nurbek. Assalomu alaykum. Shu yerga yig'ilgan aziz ustozlar, aziz sinfdoshlarim. Hammanglarni bugun 20 yillik yubiley bayramlar bilan chin qalbimdan tabriklayman. Doimo sog' salomat bo'lib yurishlik hammanglarga nasib qilsin. Kela olmay qolgan do'stlarimiz, sinfdosh qizlarimiz nomidan hammanglarni tabriklayman. Doimo bunaqa yillarda yanada har yili inshaallohlikka hammamizga nasib qilsin. Ustozlarga ham katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum sinfdoshlar, shu yerga yig'ilgan ustozlar, hammanglarga rahmat. Shunchalik vaqt ajratib kelganinglarga. Bu do'st so'zini eslab kimnidir ko'ngillik qilgan bo'lsak, uzr albatta. Shu Nurlan do'stimda bir atab she'r yozgan ekan. Shuni eshitdik. Endi bu Nurlan, Dilyor, Lochin, kelmay qolgan bolalar ham bor bu yerda. Asosan mening tepada bo'lgani uchun pastda bolalari, tepada bolalar deb aytamiz. Asosan o'rtada men vositachiman, nima aytgan, yo'lda boshli bolalar bilan ham
pastki bolalar bilan doim nima bo'lsa, Dilyor bo'lsin, doim yonimga kelardi. Kechasi bir bo'lovi Nurbek manaqa bo'lib deb o'sin deb yo'sin, lochim bor mana. Shunga bir bolalar atafga yozgan ekan, shuni o'qib eshitdik. Menga kelgan bolalarga mingdan rahmat. Ikkiga qo'ygan bolalarga ham umrlar uzoq bo'lsin, tanchol sog' bo'lsin. Musofir yurtlardan ham sababli kelishlar qoldi va ko'p salomlar aytishdi. Endi nasib qo'ygan ekan. Shunga hamma kelganlarga rahmat. Mana bir 20 yilda to'planib qolibmiz. Xudo xolasa endi shu muhitda shu anaqani uzbeklikka harakat qilaylik. Shu iloji boricha yiliga to'planishga, hattoki bir yilda bo'lsa ham bir gruppalarda to'planib bir aloqamiz o'zbekiston doim inoqlikda bo'laylik. Hammanglarga rahmat. Kattakon. Sizga ham rahmat. Shu taronani ijro etamiz bo'lmasam, qani? Yigit qizlarni davramizga taklif qilamiz. Boburjon akamiz xizmatingizda bo'lgan. Şarabın balasına
Thank you.
salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Hozir davramiz markaziga Feruzaxon, Sevaraxon qizlarimiz kelganmi? Demak, Feruzaxon, Sevaraxon va yigitlarimizdan Dilshodbek hamda Muhammadjonlarni davramizga taklif qilamiz ekan. Kelinglar, qizlar, yigitlar, davrani qizdirib